Assalomu alaykum Ziyoddin aka tuzimsiz, charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Tak. Ovozim yaxshi boryapti deb o'ylayman aka. Tak. Biz nervoz bo'lganmiz 2024-yil noyabrda oxirlarida bo'ldim aka. Birinchi boshlanishi o'sha yurak tez urib ketishi boshlandi. Uyquda sakrab turib ketish boshlandi. Yuragim tez urib boshqa qildi. Tak, undan keyin ayolimni bobosi o'tib qoldi. Janozaga bordim. Janozada o'zimni qo'yar joyiga qo'ya olmay bir sutka uxlamaganman. Mazam qochib boshqa bo'ldi. Tak. Davlena 180 ga chiqib ketdi aka. Qisqachasi. Davlena chiqishni boshladi, davlenani o'lchatishni boshladim. Toshkentga qaytib keldim. Shuna qilib fobiyalar boshlandi. Uydan chiqa olmay qoldim. 2 oy yotdim uyda. Uyda yotaman. Osmonga qarab yotaman. Mazam qochyapti, o'lib qolsamchi, boshqa qilsamchi degan narsalar bo'ldi o'zi. Ovqat olib keladi ayolim. Yeng deydi. Yemayman. Vес tashlab yubordim 25 kiloga yaqin. Ovqat yemay qo'ydim, boshqa qildim. Vес tashlashni boshladim aka. Keyin o'sha panический ataka boshlanadi. Tuvaletga kirsam qo'rqaman. Vannaga kirdim. Cho'milsam qaltiroq tutishni boshladi aka. Qo'l oyoq uyushishni boshladi. Ko'chaga chiqsam boshim aylanib, головой кружение bo'lib, qo'rqib, eshikdan chiqsam bo'ldi deydi, qo'rquv boshlanadi. Bo'ldi, hozir yiqilaman, mazam qochadi, boshqa qiladi derdim. Uyga qaytib yugurib kirib ketardim. Shu bilan boshlanardi. Yana uyga kirib yotardim. Chiqib davleniya, fobiya, boshqa hammasi bo'lgan ekan menda. Yolg'on gapirish yo'q. Menda bu simptomlar har kuni almashgan ekan. Boshim og'riyardi. Ertasi kuni tomog'im qisib qolardi. Rulda ketsam ham misol 5 oy 6 oyda chiqib ketdim desak, har kuni har xil simptom edi. Misol uchun bir kun oyog'im og'risa, bir kun ichim ketib qolardi, bosimali, qo'rquv bo'lib. Oshqozon, ichak nervozi deydi. Shunaqa bo'lardi qo'rquvdan. Tak, keyin bir kun davlenam oshsa, bir kun boshim og'riyardi, bir kun qo'l-oyog'im uyushardi. Bir kun yuragim tez urib ketardi, kechqurun sakrab turib ketadigan holatlar bo'ldi. Birinchi o'rinda sababchisiz hammasi Allohdan ekan. Keyin ayolimga rahmat deyman aka. Ota-onamga bu kasal bo'lganimdan keyin doktor rosa chopdim. Uning uchun ham pul kerak, boshqa kerak. O'zim taksist bo'lib ishlayman. Rosa bir nima bo'ldi? Qiyinchilik ko'p bo'ldi aka, to'g'risi. Ancha pul yo'qolib ketdi. Misol uchun ancha pul dori ichmagan dorim qolmadi aka, to'g'risi. Men psixiatrop dori ichmay qoldi. Balki ovqatlangan paytimda ham vahima tushadi. Ular bo'ldi. Misol uchun o'tirib yesam vahima kelaverardi. Bo'ldi hozir ovqat yegan paytim mazam qochib qolsa deb o'shani hisobiga ham 25 kilo vес tashlab yuborganman. Ovqat yeyolmay qolaverdim. Keyin shu bilan ipokondriya, o'sha kasal izlash boshlandi. Bunday bo'lib qolsamchi, mazam qochib qolsachi. Ko'p narsalar bo'lib ketdi aka. Shunaqa gaplar aka. Ko'p psixoterapevtga, bu doktorlarga ko'p bordim aka. Вообще rasvas chiqib ketdi. Bitta doktorga bordim. U meni navort qo'rqitib qo'ydi-da. Dedi, nimaga borganimda, sizni dedi miyangizni bunaqa osilib qolibdi, bunaqa qilib qolibdi dedi.
u vahima bo'ldida doktorlarga borsangiz haligi vahima qiladi birpasda kasal. Endi nima deydi, tuzatmoqchi bo'ladida, sizga lecheniya yozib beradi, ukol dori yozib beradi, tuzalmaysiz. Haligi vaqtinchalik. Miya o'sha narsani haligi nima qiladi-da, qabul qiladi, men shuni olsam tuzalaman degan narsa bo'lib qoladi ekan. Lekin tuzalmaydi u. Nervoz odam o'sha vaqtinchalik yordam beradi, tabletka ham, boshqa ham. Lekin tuzalmaydi. Keyin ora-orada shu videolar ko'rdim, boshqa qildim. Hamma doktorlar videosini ko'rdim, boshqa qildim. Keyin oxiri bo'lmadi. Qarasam siz chiqib qoldingiz. Dedim, nimaga shu akaga bormadim ekan? Shuncha odam tuzatgan ekan dedim. Keyin telefon qilib aloqaga chiqdim. Ikkita seans o'tkazib berdingiz aka. Bir kunda 2 mahal. Shu ertalab bir gaplashdik, keyin bir kechqurun. Shu bo'yi ishga chiqib ketdim, harakat qildim. Shuncha berdingiz. Aka, ishni bosing dedingiz, boshqa qildingiz. Shu bilan chiqib ketdim aka, xudoga shukr. Undan keyin misol bo'ldi aka, bo'lmadi emas. Har xil vaziyatlar bo'ldi. Misol uchun ko'chalarga chiqqanimda vahima bo'ldi. Misol har xil zavideniyalarga kirsam ham qo'rquv bo'lib, boshqa bo'ldi. Hamma joyda qo'rquv bo'ldi menda. Bosh aylanish bo'ldi, boshqa bo'ldi. Juda kuchli, og'ir bo'ldi aka, to'g'risi. Endi mijozlaringizga keladigan bo'lsak, hozir mana misol tuzalmaydigan ko'p odamlar bor-da. O'ylaydi bu tuzalmaydi deb o'ylaydi, lekin u bo'lmagan narsa. Misol uchun tuzaladi aka, 100% odam tuzaladi, xudo xolasa. Avvalambor Allohdan shifosi. Lekin tuzaladigan narsa aka. Odam harakat qilish kerak. Shunda cho'tki bo'ladi hammasi. Nima deyman, misol uchun reklama deyib turganlarga aytaman aka, bu reklama emas. Men ham boshida misol men siz videolaringizni ko'rganman, aytganman, bular reklama qilyapti, marketingni kuchaytirish uchun degan deb o'ylaganman. Lekin vaqt o'tgan sari, odam tuzalgan sari bunga ishonch kuchayib boshqa bo'lar ekan. Shuni hisobiga yaxshi. Xudoga shukr chiqib ketdik aka, harakat qilib. Rahmat sizga ham aka. Lekin bu reklama emas. Liboyga nomerimni ham beraverasiz aka, telefon qilib so'radi. Hamma narsa o'sha miyamizda o'ylab topgan narsalar. Birinchisi. Qolgani musor narsalarda aka, qisqachasi qilib aytganda. O'zimiz o'ylab topib, o'zimiz vahima qilamiz, o'zimiz davlenamiz, o'zimiz ko'taramiz, o'zimiz mazamizni qochiramiz, qisqacha aytganda. Shunaqa gaplar aka. Rahmat sizga ham. Cho'patishga qildingiz, telefon qilib turdingiz. O'zim telefon qo'raman. Yarim kechasi bo'lsa ham telefon ko'tarardingiz. Shunaqa gaplar aka. Uchrashsin aka sizga. Harakat qilsa chiqib ketadigan narsa aka bu. U uyda o'tirib, yotib tuzaladigan narsa emas. Yoki bir dori bilan tuzaladigan narsa emas. Unga vaqt kerak. Kimdir bir oyda chiqib ketadi, kimdir birdan bitta seansingizda chiqib ketadi. Kimdir ikkita seans. Har xil ekan aka. Odamning o'ziga bog'liq ekan. Birinchi o'rinda tafakkuriga qarab, o'z tushunchasini tushunib olsa, yaxshi bir kallasini ishlatib, men soppa sog'lom bo'lsam, bu o'qigan bo'lsa, kallani ishlat deb turib, o'ziga o'zimda oynaga qarab, sen soppa sog'lom bo'lsang, hamma joyda soppa sog'lom chiqyapsan. Kallangda o'ylayapsan, o'sha narsa bo'lyapti deb o'ziga o'zimda nima qilsa, hammasini chiqarib yuborsa bo'ladi ekan. Diskomfort, bosim, davleniya, qo'l oyoq uyishi, tomoq qisishi, dinsiy holatdagi nimalar, qo'rquvlar, hammasi yo'qoladi aka. Sekin-sekin faqat birdaniga misol uchun siz bilan seans o'tdi-da, aka men tuzalamanmi deb keladiganlari bor. Unaqa narsa bo'lmaydi. Yana bir marta aytyapman. Vaqt kerak. Kimgadir 1 yil,
kimgadir 5 oy, kimgadir 3 oy, kimdir 3 kun, 4 kunda o'zini kallasini ishlatadi-da, tafakkurini ishlatib, bo'ldi. Allohga tavakkal qilib chiqib ketadi. Men sudrab yurdim aka. Sudrab yurganim hisobiga 6 oy, 7 oy cho'zilib ketdi menda. Og'ir qaramaslik kerak ekan ko'proq. Misol uchun asabiylashadi odam, stress bo'ladi, har xil vaziyat bo'ladi, puli bo'lmaydi, mablag' tomonlama, har taraflamada endi. Unga og'ir qaramasa odam o'zini o'zi mazasini qochirmaydi. Shunaqa gaplar aka. Sizga ham rahmat, charchamang, o'zingizni ehtiyot qilasiz. Sog' bo'lasiz aka.